Assalomu alaykum. Xudoga shukr. Qoraga ekansa, gap bo'lsin. O'g'li qoida buzib qo'yasiz-da. Qanaqa qoida bizdami? Chapga mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Qanaqa zina bor? Chapga burish taxtala. O'ng tomoningizdan chap tomoningizdan turibdi. Qizil shunday. O'shancha to'xtatdingmi? Sizni to'xtat. Yoqingiz to'g'riladi. Ha? Yoqingiz sarqishi qoldi. Raqamni endi ma'mura havoda ko'taradi bir tushiradi. Rahmat aytsangiz. Bo'ldimi? Maxsus divizion? Ha, maxsus. Maxsus diviziondan bo'lib turib marhamat. Nega unaqa deyapsiz? Ichida prava talonlari bor. Ya maxsus divizion bo'lib turib tushunmadingizmi? Mayli, endi siz ko'rib olavering-chi, bir gap bo'ladi. Ko'rdim mana aka. Ko'rdim. Bo'ldimi? Ya, tojsiz o'ynama, omad shouda emasmiz aka. Men tanimadim. O'zi tanishtirgan aka. Men eslamayotgan. Yomg'ir bo'lgani uchun sal yopdim. Ya, yopdim. Okay, men bilib turibman nimaga yopayotganingizni, uni tushuntiribman aka. Uni siz gapirmayman, yopmang demayapman. Nega? Men tanimadim aka. Ya, agar anaqa bo'lgan bo'lsa, men qoida buzgan bo'lsam, men yozing mana. Qoida buzgan bo'lsam, yozing. Men hech qanaqa davoyim yo'q. Qoida buzmagan bo'lsam, unda qo'yib yuborsangiz ham bo'laveradi. Ya, men sizga qanaqasiga qoida buzmasangiz, qoida buzing deyman. Qoida buzding, bo'pti, endi keltirib bering, xo'p. Qoida buzgan bo'lsam. Tushing mana shu ko'rsataman borib. Ya, men bilaman qanaqa belgi, nechi nomeri belgini. Qanaqa belgi turibdi aka? Siz ko'rganingiz. Chapga qaylish mumkin emas. Xo'sh. Xo'sh. Belgi nomerini aytingchi, xo'p. Ko'rdingizmi siz uni? Bilaman. Siz ko'rganingiz yo'q-ku. Ko'rdim. Men hozir sizga aytib turibman shuni aka. Hozir aytib turibman aka, mana bunaqa belgi turibdi. Yaxshi, nomerini aytmayapsiz-ku. Mana qarang. Qanaqa belgi turibdi? Mana belgi. Bilaman, men ko'rsatish shart emas. Nomerini aytib berish mumkin. 382 yo'l belgi. Ha, nimaga? Nima muammo qilyapsiz? Aytib bering. Sinamoqchimisiz? Ha? Sinamoqchimisiz? Oh. Ya, belgi qo'ying. Belgi qo'ying. Ha. Maxsus divizionda aqlli inspektorlar bo'lish kerak-ku. Maxsus divizionda Hop. aqlli hamma narsani, qoidani 5 qo'lida biladigan inspektorlar Menga ishlaydi. qara mo'lla. Men nima deyapman? Men nima qilyapman hozir? Nima demoqchisan? Sansiramasdan gapiring birinchidan. Yo'q. Sansiramasdan. Nomerini-chi? Maqsading nima? Ishlaganmisan? Sansiramasdan gapiring menga. Ishlaganman degan nima qilasan? Menga sansiramasdan gapiring, xo'pmi? Sen ham sizdan Sansiramasdan gapiring. Sizga majbursiz sizlab gapirishga. Sizchi? Yozib qo'ygan qonun. Men sizga sansiraganim yo'q hali. Men buni topib ber, men nomerini aytib ber dishga. So'radimmi? Haqqim bormi? Yo'q, nomerini nima qilasiz so'ra? Qaysi belgi deb so'radim men sizdan. Qayerish taqlanadi chapga. Qaysi belgi deb so'radim. O'zim aytib berdim men sizga qaysi belgiligini. Shunaqa belgi bormi demaydimi? Normalniy odam. Sifatingiz deymas. Men chiqaga ortiqcha gap qilganim yo'q men sizga. Ya nomerini nima qilasiz so'ra? Sizlab gapirsa sansirab, sakrab boshlaysiz. Ya nomerini nima qilasiz so'ra? Hozir sizga nima? Siz menga qoida buzgan deb turibsiz. Men so'rashga haqqim bormi, huquqim bormi? Qanaqa belgi deb turibman? Chapga qayrish taxlanadi yo'l belgisi. Xo'p, o'sha belgining nomerini so'radim. Men haqqim yo'qmi? Nomerini so'rayman qilib. Haqqim yo'qmi so'raganim? Nima qilasiz so'ra? Bo'ldi, yozing. Bo'ldi, yozing. Tez yozing. Ya tushunmadingizmi siz? Qanaqa yo'l belgilaganini? Men juda yaxshi bilaman u qoidani ham, o'sha belgini ham. Yana men qoida buzgan bo'lsam, deydi, gapingizni qarang. Mana daverimiz. Ko'rib oling. Ko'rib oling. Yozib o'tganim yo'q, baraka topib, men u xitopatimga yana tegmang. Qoida buzdimmi? Qoida buzdimmi? Buzdingizmi, buzmadingizmi? Men qoida buzganim yo'q. Endi keltirib bering, qanaqa buzmadingiz? Men nimaga keltirib berishim kerak? Siz keltirib berishingiz kerak. Sizda mana, men buzdingiz deyapman. Endi siz o'sha qoidani buzmaganingizni tushuntirib bering. Qanaqasiga buzmadingiz? Siz chapga qayrilmagan joyda qayrilib turibsiz. O'shaning uchun sizdan so'radim. Siz maxsus diviziondamisiz? Siz aqlli inson bo'lishingiz kerak. Siz aqlli insonsiz qoidani 5 qo'lingizda bilishingiz kerak. Ta'sir doirini bilishingiz kerak, qoida anaqani, belgini. Ta'sir doirasini bilasizmi? Bilaman. Qaysi qatgacha ta'sir doira? Ta'sir doira shu o'ziga disiplinali. Qaysi o'zi chorrahani o'ziga? Chorrahani Xato qilyapsiz-da mana. Nima xato qildim? Chorrahada nechta kesishma bor? Nima kesishma?
Mana shu chorrahada nechta kesishma bor? Siz aytingchi? Ikkita kesishma. Qaysi kesishmaga amal qiladi? Nima deganingiz? Belgi. Bering kitobingizni o'qib topib beraman. Chorrahaga amal qiladi. Keling o'qib topib beraman. Qani topib beringchi chorrahaga amal qilishini? Hop, belgilari qatnov qismi qaysi kesishmasiga oldiga o'rnatilgan shu kesishmaga tatbiq etiladi. Nima debdi? Chorrahaga tatbiq etiladimi yoki kesishmaga tatbiq etiladimi? Qatnov qismlarining qaysi kesishmasiga oldiga o'rnatilgan bo'lsa, Hop, qaysi kesishma oldiga o'rnatilgan Hop. bo'lsa, o'sha kesishma risk qiladi. hop, kesishma men qaysi kesishmaga qayildim? Siz nima qaydi? Chorrahada qayilyapsiz. Chorraha nima, kesishma nima? Nima deganingiz? Kesishma bilan chorraha farqi bormi? Siz chorraha deb turibsiz. Men chorrahada emas, kesishmaga deb turibman. Mana kitobda yozilganini aytib turibman sizga. Kesishma chorraha. Men kesishma nimaligini ham bilaman. Bu yerda ikkita kesishma emas, 4 ta kesishma bor. Siz Qaysi kesishma oldiga qo'yilgan bo'lsa, o'sha kesishmaga amal qiladi deb yozib qo'yibdi. belgi bilan buyruqchi belgini almashtirmayapsizmi? Siz o'zingiz o'qib berdingizmi? O'qib berganingizni men sizga aytyapmanmi? Nima aytasiz? Qaysi kesishma oldiga qo'yilgan bo'lsa, o'sha kesishmaga tatbiq etiladi deb yozib qo'yibdimi? Yaxshi, bitta, ikkita kesishma bo'ladigan bo'lsa, birinchi kesishma oldiga qo'yilgan bo'lsa, birinchi kesishmaga amal qiladi. Ikkinchi kesishmaga amal qilmaydi. Chorrahaga deb deyilmagan-ku. Yo'q, mana qarang. Mana ashi rasmni ifodalab beringlar, men tushunmayman bu narsani. Juda ana, shunaqada to'g'risini gapirsa xafa bo'lasiz. Nima deyapti? Mana qarang. Mahmud aytyapti. Mana. Ko'rib turibsizmi? Hop. Ko'rib turibsizmi? Birinchisiga mumkin emas, ikkinchisiga mumkin deb turibdi. Zelyoniy zona, ha? Ha, zelyoniy zona. O'sha zelyoniy zona nomi nima? Bitta zelyoniy zona yo'q, to'g'rimi? Zelyoniy zona nomi nima? Mana bu yoqda zelyoniy zona bilan belgilab qo'yibdi. Nima o'sha narsa? Mana endi oching. Endi Mahmudni menga. Xo'p, bu bilan buni farqi bormi? Yo'q, shunda qarang. O'rtasida narsasi bor ekan. Xo'p, bu yerda o'rtasida narsasi yo'q ekan. Faqat bir yotiq chiziq bor ekan. Nimaga narsa? Bu yoqda o'rtasida narsa bor ekan. Mana shu narsa nima deyiladi? Ko'killangan zonasida? O'sha narsa qoidada nima? Nima? Ajratuvchi bo'lak deyiladi. Bu ajratuvchi bo'lak. Mana bu nima? Bu ajratuvchi bo'lak emasmi? Qaysi? Bu ajratuvchi bo'lak emas bu. Mana Bu bir yotiq chizig'i bu. bir Bu- emas, bir. Bu belgini ta'sir doirasini to'xtatmaydi. Bu to'xtatib qo'yadi. Ajratuvchi bo'lak. Bu ajratuvchi bo'lak belgini ta'sir doirasini tugatadi. Mumkin demoqsizlar. Albatta mumkin. Agar sizlar to'g'ri bo'lsa, ajratuvchi bo'lak, bu ham shu bo'lak ketadimi hozir? Betonam? Ajratuvchi bo'lak nimaligini men sizdan so'rab turibman. Bu nima bu deb turibman sizdan so'rab. Yo'q, bu hozir Bu ko'kalamzorlashtirish va qoidada ko'kalamzorlashtirish deyilmagan bu narsani. Bu ajratuvchi bo'lak deyilgan. Ajratuvchi bo'lak qanaqa bo'lishi mumkin? Yer sathidan baland bo'ladi, beton bilan yoki ikkita bir yotiq chizig'i bilan ajratilgan bo'ladi yoki ko'kalamzorlash